ekson berish yo fidya berish bunaqa narsa bormi? Yo'q, sunnatda yo'q. Ismini o'zgartirsa, nimadir qo'y so'y bersin yoki mehmon qilsin, odamlarga shuni bildirib, qanaqadir nazar qilsin degan gap yo'q. Ismni o'zgartirish, falon ismim Fiston bo'ldi deb qo'ysa bo'ldi xalq ichiga. Ismni o'zgartirish ixtiyoriy. Sunnatda ham ixtiyoriy. Tavsiya qilganlar payg'ambar alayhissalatu vassalom, majburlamaganlar. Majburlamaganlar, tavsiya qilganlar, tavsiyani qabul qilganlar, o'zgartirgan, qabul qilmaganlar o'zgartirmagan. Ikkalasi ham bor rivoyatlarda. Masalan, Qabiha degan bir ayolni ismini Jamila deb o'zgartirganlar. Qabiha xunuk degani, Jamila go'zal degani. Bitta odamni bo'lsalar, ismini so'rardilar. Yoki yangi kelgan odamdan ismini so'rardilar, oting nima derdilar. Ko'p o'rinlarda ismga e'tibor qaratardilar. Bir odamni bir joyga zarurroq, bir muhimroq ishga jo'natsalar, oting nima derdilar. Otini aytsa, oti sal muvofiq bo'lmasa, sen o'tir, bormaysan, boshqa odamni turg'izardilar. Tursa, ismi sal muvofiqroq bo'lsa, sen bor derdilar. Ismga e'tibor qaratardilar. Bor bu tomoni. Tavsiya ma'nosida. Huzun degan odamga oting nima dedilar? Huzun dedi. Sen shuni o'zgartir dedilar. Saat qo'y. Huzun degani xafa degani. Saat xursand degani, baxtiyor degani. O'zgartir deganda aytdiki, ya Allohning rasuli 65 yildan beri xafaman dedi. Bundan keyin xafa bo'laveray dedi. Degani ha bo'pti dedilar. Shu bilan ketdi u. Uni o'g'li rivoyat qiladi. Ana o'shandan keyin deydi, otam kirgan majlisda qahqah otib kulib turgan odamlar ham xafa bo'lib qolaveradi deydi. Otamni yuziga kulgi kelgani yo'q deydi. Umrining oxirigacha qayerda shu otam bo'lsa, o'sha joyda mahzunlik, xafalik bo'ldi deydi. Bu rivoyat bor. Ismini o'zgartirgan, ismiga e'tibor qaratilgan rivoyatlar ko'p. Ismga aloqador qancha bir boblar bor. Hudaybiya g'azoti bor, Abu Jandal hodisasi deyiladi. Abu Jandal Suhayl ibn Amr radhiyallohu anhu ning o'g'li. Suhayl ibn Amr radhiyallohu anhu mushrik edi u paytlarda. Hudaybiyada ish rosa chigallashib turgan paytida mushriklar tomonidan Suhayl ibn Amr keldi. Usmon radhiyallohu anhu mushriklarning ichida gap tarqatilgan, Usmon radhiyallohu anhu qatl qilindi degan, payg'ambar alayhissalatu vassalom o'zlari bilan kelgan, umraga kelgan sahobalardan bay'at olganlar. Taxta shajara daraxtini, Rizvon daraxtini ostida bay'at, urush bo'lsa urushamiz deb ish rosa bir-biriga tik bo'lib turgan paytida Suhayl ibn Amr kelgan. Kelyapti uzoqdan. Kim kelyapti deganlar. Suhayl ibn Amr deyishgan. Idan sahhalallohul amr deganlar payg'ambarimiz. Ismdan ya'ni yaxshi gumon olganlar. Suhayl degani yengilcha degani, osoncha degani. Amr ish. Unday bo'lsa ish yengillashdi deganlar. Ismdan yaxshi gumon olganlar. Bor bu. Ismga qarab bir odamga oting nima deganlarida Juhal degan, ko'rshapalak. O'tir deganlar. Bir joyga jo'natmoqchi bo'lganlar. Chunki ismi yoqmagan. Bir odamga tur oting nima deganda Aysh degan. Aysh degani yashasin degan. Borsan, boraver deganlar. Demak, ismlarni o'zgartirish insonning ixtiyorida. Yaxshi tomon, ota-ona qo'ygan ism agar shariatga zid bo'lmasa, ya'ni o'ta xunuk, qabih bo'lmasa, ota-ona qo'ygani afzal. O'shaning uchun Alloh taolo ota-onalarning zimmasiga go'zal ism qo'yishlikni yuklab qo'ygan. Bola o'ziga ism qo'ya olmaydi yoshligida. Endi ota-ona bunga e'tibor bermadi. Qandaydir muhit, qandaydir ta'limotdan kech qoldi. Bolaning ismini go'zal qo'ya olmadi. Bolani endi o'zini ixtiyori. Xohlasa o'zgartirsin. Hatto bu qonunchilikda ham bor. Ismni o'zgartirish insonning o'zini ixtiyorida. Xohlagan ismni qo'yadi, metrikasini borib o'zgartiradi, pasportni o'zgartiradi, ruxsat beradi. Islomdan olingan o'zi tagi asli. Haqqimiz, huquqimiz bor. Abdurahmonni mana bugun bilib oldik. Bu kishi Shahzod emas ekan, Abdurahmon ekan. Mana e'lon qilib qo'ydik. Alloh xayrli qilsin. Bitta savol bor. Nevalarga iymonli ism qo'ygan. Endi almashtiring. Iymon kalimasini unaqa o'zgartirish tavsiya qilinmaydi. Iymona
degan arab tilida ham bunaqa gap yo'qdi o'zi. Xo'p,